Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, Allohga behisob hamd sano va shukronalar bo'lsin. Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat durudlar bo'lsin. Yurtimizda yangi yil bayrami tantanalari bo'layotgan pallada Yuksak Trailning Bag'dod Umra karvoni jamoasi sizlarni haqqlaringizga duo qilib so'raydi. Alloh subhanahu va taologa bizlarni, kuzatuvchilarimizni, barchalarini ikki dunyo baxt saodatiga yetkazdirgan, ikki dunyo darajatlarini go'zal qilganlarida o'zingga, kalomingga, rasulingga bo'lgan muhabbatlarni ziyoda etgan. Mana bu yangi yilda kelganlarda takror kelmaganlarda o'zing sabab moddiyatlarni yaratib, bu baytingga kelib haj va umralarni ado etishliklarini nasib etgan. Allohim yurtimizda hamisha osoyishta qil, tinch qil, go'zal ravnaqini bundan da ziyoda qilgin.